Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Yana biz yangi stansiyamizda quyosh panellari, ya'ni 100 kilovatli invertor 100 kilovatli fotoelektrik stansiyasini yonida turibmiz. Bu yangi obyektimiz. Yaqinda o'rnatib ketishdi. Mana hozir zapusk jarayonidamiz. Ishlatdik, yaxshi ishlayapti, hamma yo'q joyida. Battan video olishimizdan maqsadimiz haligi eng yaxshi topoviy panellarda o'rnatdik bitga Haymo X10 deydi. Longi Haymo X10. Eng zo'r invertor Huawei degan invertorni o'rnatdik bitga. Hammani qiynaydigan savol. Ko'pchilik telefon qiladi-da, so'raydi: "Aka, kabellaring chidamlimi, yonib ketmaydimi?" degan. Nimaga bir ikki noto'g'ri ulangan joylarni ko'rib, yonganlarni eshitib, ular shunga e'tibor berishyapti-ki, kabel yo'q, kabellarimiz yonmaydigan. Даже uchib ham ko'rsataman. Lider kompaniyasiniki kabelimizga 50 yil garantiya beryapti. Panellarga 20 yil, 25 yilgacha. Invertorimizga ofitsial 10 yil garantiya beriladi. Bu eng trenddagi invertor, eng trenddagi panellar nomer 1 desak ham bo'ladi O'zbekistonda. Dunyoda ham nomer 1 bo'lib turibdi. Hamma O'rta Osiyoda, Yevropa zonalarida ham hamma joyda eng yuqori sifatli panel va invertorlar bitta turibdi, 100 kilovatli. Xo'p, yana nima qoldi bizga gap? Hammasi himoyalangan zazimeniyalar mavjud bitta. Hammasi bitta fermaligi uchun, to'q ferma asli, fermaligi uchun xarajatlar qoplash uchun bitta 100 kilovat o'rnatildi. O'shaning hisobiga eng yuqori sifatni talab qilishdi. Klientimiz eng zo'rini qo'yib bering deyishdi. O'shalar aytganlar bo'yicha eng yaxshi, eng sifatli narsalar qo'yilgan. Xizmatlar ham shunaqa. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol tortinmasdan murojaat qilinglar. Pastda nomerlarimiz chiqadi. Albatta sizga javob beramiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.